Assalomu alaykum hammaga. Bu dars emas, bu video zapisni yozishimdan maqsad sizlar bilan Bootstrap o'tdik, to'g'rimi? Ayrim gruppam bilan o'tib tugatib bo'lganmiz Bootstrapni. Ba'zi gruppalarimda Bootstrapni endi o'tishni boshlayapmiz. Shuning uchun agar Bootstrapga sizlar kirsanglar saytiga, men aytib o'tib ketganman darsomda get startni bosib, birinchi downloadni bosib, fayllarni kopiyovat qilib olasizlar deganman. Keyin get startni bosib, kodlarni kopiya qilib ishlatsanglar bo'ladi deganman. Xo'p, xuddi shunaqa qilsanglar bo'ladi albatta. Hech narsa o'zgargani yo'q. Shunchaki bu hozir kirib birdaniga buni qilib ketsanglar, men ko'rsatgandaqa ishlamaydi. Sababi bu yerda beta versiyasi, ya'ni 5-versiyasi ketyapti. Sizlar agar kirib birdaniga shularni takrorlab ketsanglar, 5-versiyasini ishlatasizlar. Shuning uchun ko'p narsalar ishlamay qoladi. Asosan menyu tushganda, ya'ni ekran kichirayganda menyu toggle ichiga kirib ketib qoladi, to'g'rimi? Ya'ni toggle aynan mana bunga o'xshab, misol mana bu maketda ko'rsanglar, mana toggle, to'g'rimi? Bossanglar уже shu kelib chiqyapti. Shunaqa narsalar, tam shunga o'xshagan bitta-ikkita narsalar ishlamay qolishi mumkin, muammo bo'lishi mumkin sizlarning ishlatish jarayoninglarda. Shu sababdan kirasizlar, endi birdaniga get starter download bosmaysizlarda, previous releases deysizlar. Ya'ni oxirgi chiqqanlari deysizlar. Bu yerda ko'rishlar mumkin, birinchi chiqqanlaridan boshlab to biz o'rgangangacha. Xo'p, biz qaysini o'rgandik? 4 va 5 ga kirib, mana shu yerdan ishlatib ketsanglar bo'ladi. Ana shu yerga kirasizlar. Mana bu chekada skachat turibdi. Shuni bossanglar, aynan mana shuni kodlari skachat bo'ladi. Shuning uchun shuni e'tibor qilib ishlatinglar. Agar bunaqa bo'lmasa, ko'p xatoliklar kelib chiqishi mumkin. Albatta, shu sababdan shu videoda yozdim. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, albatta yaxshi.